Bu video dars Writing Task 2da eng ko'p tarqalgan, deyarli hammada bor bo'lgan, lekin eng kam seziladigan o'quvchini o'ziga, lekin ekzamenerga sira seziladigan narsa over generalization haqida bo'ladi. Bu nima aslida? Bu tushuntiraman, bo'rttirish. Ya'ni hozir mana o'qiydigan bo'lsak, deyarli hammada bor, faqat sizlar e'tibor bermagansizlar. Shu narsani shu video darsni ko'rib turib, bitta o'zingizlar yozgan, oldinga yozgan writingni o'qib chiqsanglar, shundoq ko'zga tashlanadi. Bu xatoga yo'l qo'yilgan gaplar. Overgeneralization happens when a writer makes a statement that's too broad or absolute without considering exceptions, variations or specific context. Ya'ni overgeneralization bu yozuvchi juda ham keng ko'lamda yoki absolutni bitta g'oyani tarafini olib turib gapirgan paytda yuzaga keladi. Exceptionlarni, ya'ni mustasno holatlarni hisobga olmasdan, har xil variationlarni, specific contextlarni hisobga olmasdan absolut fikr aytib qo'ygan paytda yuzaga keladi. Bu task 2da ayniqsa all people, everyone, always degan so'zlarni ishlatishda yuzaga keladi bu narsa va enough evidences, ya'ni faktsiz everyone, always, all people degan narsalarni ishlatib qo'ysak, biz shu xatoga yo'l qo'ygan bo'lamiz. Masalan, bo'rttirish deganda nima tushuniladi? For example, nowadays everyone depends on the internet. Hozir kunda hamma internetga bog'lanib qolgan. Shu narsa overgeneralization hisoblanadi. Ya'ni biz bilmaymiz hamma haqiqatdan internetga bog'lanib qolganmi, shunga suyanib qolganmi. Masalan, some older people bo'lishi mumkin, umuman internet ishlatmaydigan. U narsani biz exception qilib chiqarib olmayapmiz yoki hisobga olmayapmiz u narsani. Shu narsa xato hisoblanadi. Masalan, better versionda o'qiydigan bo'lsak, nowadays many people, especially young adults, depend on the internet. Mana many degan so'zimiz bu yerda va especially young adults degan so'zimiz bizni shu overgeneralizationdan, shu xatodan qochishimizga yordam beryapti. Endi nimaligini tushunib oldik. Bu narsa endi nima uchun muammoligini aytib o'tib ketamiz. Bu yerda weak critical thinking ni namoyish qiladi. Bu aslida nima uchun muammo deydigan bo'lsak, ya'ni o'quvchi, kandidat critical fikrlamayapti. Prosta nima xayoliga kelgan bo'lsa, shu narsani yozib qo'yapti. Har xil broader wayda, ya'ni har xil caselarni ko'rib chiqmayapti degan narsa bo'ladi va it makes the argument less academic and less objective. Less objective degani bu ko'proq subjektiv degani, ya'ni ko'proq subyektiv, o'zidan kelib chiqib yozadigan qilib qo'yadi va umumiy olganda hammaga to'g'ri keladigan ideya emas degan ma'noni bildiradi. Endi akademik jihatdan ham darajasi pastroq bo'ladi va u task response-ni va coherence cohesion scorelarni tushiradi. Eng muhim joyi mana shunda. Chunki bu unrealistic hisoblanadi va emotional hisoblanadi. Unrealistic degani reallikka to'g'ri kelmaydi umuman degani, haqiqatan ham shunaqa va emotional bu emotsionalni yozilgan bo'rttirish hisoblanadi. Endi eng muhim partiga yetib keldik. Biz writing task 2larimizni o'qib chiqqanmiz. Hozir oldin yozgan writing task 2larimiz va shu xatoni payqayotgan paytimizda nimalarga e'tibor beramiz? Ya'ni common signs of overgeneralization, ya'ni eng ko'p tarqalgan belgilari. Masalan, all people yoki everyone deb yozilgan gaplarimizda shunaqa xato bo'ladi. Biz uni o'rniga many people, large number of individuals deb aytib ketishimiz kerak. Always, never degan so'zlarni ishlatayotgan paytimizda hushyor bo'lishimiz kerak. O'rniga often, rarely, in many cases degan narsalarni qo'yib ketishimiz kerak. Bu yumshatish vazifasini bajarib beradi. Masalan, the government should always deganda hushyor bo'lishimiz kerak. Har doim shunaqa qilish shart, kerak degan narsani aytib qo'ymasligimiz kerak. The government should usually in most situations, mana o'rniga nima ishlatsak bo'ladi. Yoki every student, every person o'rniga most students, some people degan narsani ishlatishimiz kerak. Yoki all countries yoki most countries, many nations degan narsani ishlatamiz. All countries o'rniga, masalan, hamma davlatlar masalan olimpiada o'yinlarini organizatsiya qilishga qarshi bo'lish kerak degan narsani yoza olmaymiz. Misol uchun most countries deb yozsak bo'ladi yoki most developing countries deb yozsak bo'ladi, chunki ularga to'g'ri kelmaydi bo'ladi. Technology is always beneficial. Mana shu narsa ham noto'g'ri, chunki always degan so'zni ishlata olmaymiz. Technology is generally beneficial, though it has drawbacks. Mana shu narsani qo'shib ketishimiz kerak. Shu muhim hisoblanadi, demak. Screenshot qilsanglar bo'ladi yoki note qilib yozib olsanglar bo'ladi. Bu yerda imminda mana chap tomonda turgan gaplarimiz qatnashgan bo'lsa, mana all people dan boshlab turib, mana shu narsa hammasi qatnashgan bo'lsa, bu demak
over generalization degan xatoga bu mistake'ga yo'l qo'ygan bo'lamiz. O'rniga bu yoqda mana alternativalar berilgan. Nimalar ishlatib ketsak bo'ladi bemalol degan narsa. Mana shu narsalardan bemalol foydalansak bo'ladi. Bu shu xatodan qochishimizga yordam beradi. Endi example'ni ko'rib chiqamiz, yana ham yaxshiroq tushuna olishimiz uchun va aslida bu nimaligini bila olishimiz uchun. Masalan, all parents put pressure on their children to study hard. Hamma ota-onalar bolalari zo'r o'qish uchun, qattiq o'qish uchun bosim qiladi. Shu hamma degan narsa noto'g'ri. Shuni o'rniga biz many parents deyishimiz kerak. Endi bu yoqdan mana davom ettirib qo'ysak bo'ladi. Although the level of pressure varies among families. Mana shu narsa muhim, ya'ni ko'p ota-onalar bolasini qattiqroq o'qish uchun, yaxshiroq o'qish uchun undaydi, ya'ni motivatsiya beradi, garchi bu bosimni o'rni hamma oilalarda har xil bo'lsa ham. Ikkinchi example. Nowadays young people are lazy and irresponsible. Mana shu juda qo'pol gap chiqqan va bu juda ham subyektiv hisoblanadi. Hozirgi kunda hamma demak yoshlar dangasa va mas'uliyatsiz degan gap bu juda ba'li tushiradigan narsa hisoblanadi. O'rniga nowadays some young people may appear less motivated but many others work hard to achieve their goals. Mana qaranglar, some young people degan narsani qo'shdi. Bu yaxshilash uchun vaziyatni va appear less motivated degan narsani qo'shdi va ular less motivated demadi, shunaqa ko'rinadi deb aytyapti. Ya'ni juda ham hushyorlik bilan ideyani beryapti. Konkret absolute gap yozib qo'ymayapti. Yoshlar hammasi lazy yoki yoshlar hammasi irresponsible degan narsani bermayapti. Uchinchi example. People only care about money these days. Odamlar faqatgina hozirgi kunda pul haqida qayg'uradi. Shu ham mana hamma emas, misol uchun yoki boshqacharoq bo'lish kerak edi aslida. Example o'qiylik. Although financial stability is a major concern for many, ya'ni finansiy stabillik, ya'ni постоянный pul topib turish bu ko'pchilik uchun asosiy tashvish bo'lsa ham, people also value relationship and personal happiness. Demak, odamlar ko'pincha value qiladi, ya'ni qadrlaydi relationshiplarni, shuningdek qadrlaydi relationshiplarni, munosabatlarni va o'zini shaxsiy baxtini, xursandchiligini deyapti. Bu yerda ham xuddi shunaqa narsa sodir bo'ldi. Endi biz shu over generalizationdan qochishimiz uchun nimalar qilishimiz kerak? Shu xatoga yo'l qo'ymasligimiz uchun nimalar qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda qualifierlarni ishlatishimiz kerak. Qualifierlar degani many, most, some, a few, often, generally, in some cases, tend to, it seems that degan narsalarni ishlatishimiz kerak. Bu narsalar yordam beradi bizni sentencelarimizni ancha realistik qilib berishga. Masalan, it seems that most people prefer working remotely nowadays. Agar hozirgi kunda ko'pchilik masofadan turib ishlayotganga o'xshaydi degan gap yozilgan bu yerda. Shu it seems thatni olib tashlaydigan bo'lsak, tasavvur qilinglar, hamma masofadan turib ishlaydi degan gap bo'lib qoladi. Bu narsa imенно shu xatoning yarki eng oydin ko'rinishi hisoblanadi. Ikkinchisida datani yoki examplelardan foydalanishimiz kerak. Masalan, mana 70% degan. Fact beramiz, trend beramiz, specific example beramiz, umumiy value claimlarni o'rniga. Misol uchun, recent study shows that about 70% of employees prefer flexible working hours. Demak, yaqindagi o'rganishlar ko'rsatadiki, ishchilarning 70%ga moslashuvchan ish soatlari yoqadi, ular shuni afzal ko'radi. Shu yerda all employees deganimizda shu xatoga yo'l qo'ygan bo'lardik. Endi balanced or contrastive structureslarni ishlatishimiz kerak, ya'ni balanslashgan yoki bir-biriga qarama-qarshi strukturalarni. Masalan, although bu contrastive structure hisoblanadi. Although technology has created distractions, it has also improved efficiency in many workplaces. Ya'ni texnologiya insonlarni bir xil paytda chalg'itsa ham, bu juda ko'p ish joylarida samaradorlikni oshirdi degan gap bo'ldi. Ya'ni har doim bunaqa plyusi bor emasda, shunaqa bo'lsa ham degan mana ozgina kichkina minusini ham aytib ketdi. Endi extreme wordlardan har doim qochishimiz kerak. Extreme wordlar all, always, never, everyone, nobody, completely, totally degan narsalardan butunlay qochishimiz kerak. Biz bu narsalarni ishlatmasligimiz kerak. Writing taskda yozayotgan paytimizda ba'zi bir jihatlardan tashqari.
Replace them with more moderate expressions like most, usually, many, in most cases, typically. Ya'ni bu so'zlar bilan biz almashtirishimiz kerak. Nimaga deganda all degani hamma degani, har doim, hech qachon, hamma, butunlay degan narsalarni ishlatsak bo'rttirish bo'lib qoladi. Shuning uchun ko'pincha odatda, ko'p holatlarda, odatiy holatlarda habitually yoki shunaqa narsalardan foydalanishimiz kerak. Over generalizationdan qochish uchun. Ko'p qismini cover qildik. Shuni o'zi aslida student uchun yetarli deb hisoblayman. Endi mana bu narsani not qilib, konspekt qilib olganimizdan keyin o'zimiz yozgan task tool'larni o'qib chiqamiz. Shunaqa xatolarni topamiz va to'g'rilab qo'yamiz. Yoki sample essay o'qiyotgan paytimizda boshqa IELTS instruktorlar qanaqa qilib foydalangan, qanaqa qilib bu xatoga yo'l qo'ymagan, nimalardan foydalangan, o'sha narsalarni ham ko'rib olsak bo'ladi. Bunda ancha sezilarli bo'ladi va bu xatoni yo'qotib olsak, o'zimizga plus writing ballimizda yaxshigina sezilarli darajada o'sish bo'ladi.